Meni kanalimda hali 690 dollardan kvartira chiqalik Itimboli O'sharning son lokatsiyasi. Bu jog'i Aqbura parki shundaylar ko'rinib turgan atmosferni vidlari bilan. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Alsat kechi kanalimizdan o'ta srochni jonliq uy olam deb yurgan do'stlarimizga, Batir yuz deb yurgan do'stlarimizga mana buni yangilik desa bo'ladi. Biz uchurda Qirg'iziston O'shari Jidelikka kelganmiz. Jidelikda joylashgan ko'p qavatli domlarimizning aynan 12-etajidan 63 kvadrat metrga sonun yuzdi. Sonun bağlarda bir boshqachada proyektlar bilan ko'rsatgani keldik. Plus sizlar yaxshi ko'rgan ushbu pishig'ishda solingan blogini 12-etajda bo'lyapti. Endi mesela bir sira kvartirani ko'rsatib o'tayli. 690 dollarga aytilgan bolalarni arziymi bir sira fikringizda kommentariya qoldirib qo'yasizlar. Endi mesela ket. 12-qavatga chiqqanimizda liftdan chiqib turiblar. Bu yerda proyektlar ham o'ta neobычный joylashgan ekan. Glavniy eshikdan chiqib kirganimizda uzun G formada koridorimiz, hojatxona, juvunishxonasidan отдельный girganda garderobni xonaga отдельный yer tashlab qo'ygan ekan. Proyektlar ham bir boshqachada joylashgan. Bu yerda G formada kelib turib tuz bosganimizda bu yerda men gostinniy zal deb o'ylayaptim. Aynan o'sha Aqbura parkiga qaragan jog'idan akva eshiklari, ya'ni akva terazalari solingan ekan. Chiqib turib sol joqqa bossangizlar, bu yerda bir yuvinish sanuzel отдельный joylashgan, o'sha montajlari tayyor. Budan sirtqalli kuxnyaviz o'rdilari ham shunday G formada joylashgan. Bu yerda kuxnilarni qo'yib, buldele o'zini отдельный Aqbura parkiga qaragan jog'idan aynaktari, kema dag'i sizlar uchun o'ng'ayli sonun joylari bu 12-etajda joylashgani bilan ustimizda penthouse, ya'ni mansard qismlari bor ekan. O'rtada odam yashaydi, ostimizda odam yashaydi. Bu 12-etajda отдельный, ya'ni kakabishni etaj bo'lib hisoblanadi. Shuni esa bilan unaqa sovuq issiq joylaridan kak poложенный o'ta sonun do'stlar. Bu joqda sanuzeldan oldinda bir отдельный spalniy xonasi joylashgan. Bu ham aynan Aqbura parkiga qaragan tomonidan do'stlar akva terazalari solingan. Bu domlarimizda aytib o'tganlar sizlar yaxshi ko'rgan aynan pishig'ishda solingan blogidan buyursa men esim aytim bo'yicha bil mana yozlarga, jazlarga shunday bir remontga berilib qoladi degan so'z bor deydi do'stlar. Oyog'ini esim bilan dag'i sulosh olasizlar. Ushbu kvartiramizda 1 kvadratini o'ta srochniy bog'larda 690 dollardan chiqardik. Buyursa, endi qanday tushuntirayim? Dag'i ozgina irim-sirimiga kami bor. Endi bu domdorimizga 20 ming dollarga chayin jilijangi, unalarga obmen yo'llari bor. Biroq sizlarga 690 dollardan srochniy nag'aqchaga shitirga bosni aytdim. Biroq obmen yo'llariga endi boshqa qimmatroq senada hisoblanib qolinadi. Ammo endi uni hozir esim nomerlarini beramiz. Qancha deydi u yog'ini kelishib olasizlar do'stlar. Xullas kelam bu videoda uyolam deb yurgan do'stlarimizga podelitsiya qilib qo'yinglar. Bunday bolalarda postoyanno chiqarib ayt do'stlar. Esim nomerlarini yozinglar. Xo'p, 0554 31 33 39 0554 31 33 39. Do'stlar, shu nomerlarga kengina qayrilasiz. Sizning to'liq adreslaringiz O'sharindagi Manaskurgoydan Jidelik joqqa bosib kelgan yerda sol joqqa Al-Hakim Lechebniy sentriga ko'chasiga burilmay dag'i tuz bosib kelsangizlar, o'ng joqqa pavorot bor. Bu joqda hammalar tanigan Habibullo Tojimatov degan maktabimiz bor ekan. Maktabdan o'da kishini bosib tushganimizda bu yerda jangi qurilib yotgan domdorimizning assalomu alaykum akalar ko'rsatib qo'ying. Bu yerda pishig'ishda solingan blogini 12-etajda bo'ldi. Dag'i bir ma'lumotlarda so'rovlar bo'lsa, aytilgan nomerlarga chalib, dag'i kamlarini, ozgina kamlarini so'rab olsanglar bo'ladi. Hammamizga ham shunaqa shahar sentridan yaxshi uylarda, yaxshi narxlarda olib olishlik